Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi uskunamiz Navoiy viloyat Navbahor tumaniga sotildi bu uskunamiz. Agarda mana shunaqa sifatli uskunalar kerak bo'lsa, sizlarni Buxoro shahar Buxoro ofisimizda kutib qolamiz. Bu uskunalarimizga qo'shimchalarga nimalar berganmiz, bishalkalari, necha kilovat motorlari, reduktorlarigacha bafurja sizlarga tushuntirib beramiz. Kelinglar. Bu uskunamiz narxiga kelsak, narxini 12 ming dollar qilib beramiz. Shu kecha kunduzda. Daji mishalkalarimizni ichlarigacha bront qilingan. Hozir asfalt turibdi ichiga, xudo xolasa ustanovka jarayoni tugab qoldi. Ishlash jarayoniga yetib kelganmiz. Reduktorlari 350 talik bo'ladi, motori bo'ladi, 11 kilovatlik bo'ladi va mana bunaqa ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Buni qo'shimchalarga yana qo'shimchasi qolib ham bo'ladi. 2 dona tachka ham bo'ladi. Keling, yana chiqqan blok ham bor. Uni ham ko'rsatib beraylik. Bu hozir regrovka jarayonidagi chiqqan blok. Xudo xohlasa, bundan keyingi partiyalari yana sifatli bo'lib chiqaveradi. Ko'rib turibsizlar. Ustamiz hozir darajada buni millimetrga e'tibor berib, razmerga qo'yib beryaptilar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizlarni Buxoro shahridagi magazinimizga kutib qolamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek chiqishni boshladim. Aytganimizdek, ustamiz millimetrgacha e'tibor beryaptilar. Şöyle hozircha notekis. Shu sababli aravada olish imkoni yo'q. Aravaga keyinchalik joy taxlasalar, spokойно aravani o'zi ham olib ketib biladi. Yerga qo'ying, tamam. Böyle tashga olib biladi endi. Yana ishonmay yana metr qo'ydilar. Bu yer razmeri ham shu yerdan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bu razmer faqat mana shu yerdan regrovkasi jarayon bo'ladi. Regrovka bo'lgandan keyin kirdi. Aga annam reklam qilgan aka. Anam ham pulni Kim payro kirar, to'ppagan kelsin, kim bo'ladi? Baravar to'pamiz. Kim oladi shu bilan?
Sovet son bittimi endi razmerlargacha? Четкий. Avazjon. Xo'p, agar mabodo bitta yarimtalar tushmay qolsalar, sizga ham nomerimizni beramiz. Bemalol sizga ham chiqaveradilar. Bu akamiz любой uskunani uстановка qilib berib biladilar. Bemalol Avazjonga murojaat qilishlari ham mumkin. Bu kishining nomerlarini bizga aloqaga chiqsalaringiz, biz beraveramiz. Bu yerda bu cho'tka vazifasini bajaradi. Mana shu borib kelib qolibni to'ldirib beradi. Ko'rib turganlaringiz ham mana bloklarimiz idealni chiqibdi. Agar mana shunaqa sifatli uskunalar kerak bo'lsa, sizlarni bemalol magazinimizda kutib qolamiz. Va bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bu blogimizning razmerlari 19 ga 9 razmerlar. Yana ketib qoldi. Sifat gözleriniz bağlayırasınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sert etkene matura. Ama gazeteci değil.
Amak tushib turasiz blok, tushib turibsiz. Yo'q. Zo'rmi? Texnologiya deng. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, aql bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmanglar. Sizlarni magazinimiz, Buxoro shahar ofisimizda kutib qolamiz va bizani kuzatishda davom etinglar. Biz Navoiy viloyat Navbahor tumanidagi uskunamiz. QTJ 428